Assalomu alaykum. Siz Cheksizlik kanalidasiz. Jorj Vashington bu Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi prezidenti. Wikipediyada u 1732-yilning 22-fevralida tug'ilgani aytilgan. Ammo boshqa ba'zi manbalarga ko'ra, u aslida 1731-yilning 11-fevralida tug'ilgan. Nega? Bitta odam ikki marta tug'ilishi mumkin emas-ku, yana 1 yillik farq bilan. Ammo bundan ham g'alatisi, agar siz Google'da O'zbekiston kalendaridan 1918-yilni tekshirsangiz, fevral oyi sizga qisqaroq ko'rinadi. Chunki oy boshida 1-fevral emas, 14-fevral kelgan. O'rtada 13 kun shunchaki yo'qolib qolgan. Tekshirishingiz mumkin. U yerda o'sha 13 kun yo'q. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Nega kalendardan 13 kun olib tashlangan? Bu ikki hodisa bir-biriga bog'liq va nima bo'lganini bilish uchun biz yer qanday aylanishini bilishimiz kerak. Aylanadi yulduzlar, aylanadi samolar, lekin aslida samo emas, yer aylanadi. Menimcha buni hamma biladi. Yer aylanib turgani uchun kun va tun almashadi. Yerdagi odamlarga esa aslida yer emas, quyosh harakatlanayotgandek tuyuladi. Buni chuqurroq tushunish uchun biz meridian chiziqlari nima ekanligini bilishimiz kerak. Bu shimoliy qutbdan janubiy qutbgacha cho'zilgan chiziqlar. Hozir siz ham shu chiziqlardan birida turibsiz. Yer aylanayotganda siz turgan meridian quyoshga eng yaqin kelganida siz uchun quyosh eng yuqori nuqtaga chiqqandek ko'rinadi. Biz buni tushlik vaqti yoki kamdan kam holatda tush vaqti deb ataymiz. Ochiqchasiga aytganda esa hammamiz buni abed vaqti deymiz. Lekin xullas tushlik vaqtida sizning soyangiz aniq yerning qutblaridan biriga qarab turadi. Meridianlardan tashqari parallel deb ataluvchi chiziqlar ham bor. Agar quyosh 100% to'g'ri tushayotgan parallel chiziq va siz turgan meridianning kesishgan nuqtasini topsangiz, bu nuqtada sizning soyangiz shunchaki yo'qolib qoladi. Bunaqa nuqtada tush vaqti biroz g'alati ko'rinadi. Jismlarning soyasi yo'qolib qolgani uchun ular xuddi haqiqiy emasdek tuyuladi. Xuddi Photoshopda qo'shib qo'yilgandek. Aslida esa hammasi haqiqiy. Gavayi orollarida bu hodisa yilga 2 marta kuzatiladi va Lahayna nun deb ataladi. O'zbek tilida Yovuz quyosh deb tarjima qilinar ekan. Chunki soyasiz jismlar bir tomondan qiziqarli, lekin bir tomondan juda notabiiy va hatto biroz qo'rqinchli. Bu hodisa bir necha daqiqa davom etadi xolos. Keyin yana soyalar paydo bo'ladi. Hozir biz vaqtni soyaga qarab emas, soatga qarab o'lchashga o'rganib qolganmiz. Ammo aslida bizning soatimiz har doim ham biz uchun to'g'ri vaqtni ko'rsatmaydi. Menimcha ko'pchilik biladi. Toshkent va Moskva o'rtasidagi vaqt farqi 2 soatni tashkil qiladi. Ya'ni Moskvada soat ertalabki 7:00 bo'lganida Toshkentda soat allaqachon 9:00 bo'ladi. Chunki biz 2 xil soat mintaqalarida joylashganmiz. Ammo xuddi shu narsani kichikroq masshtabda ham kuzatish mumkin. Masalan, Toshkent va Nukus o'rtasida. Bilaman, aslida O'zbekistonda vaqt hamma joyda bir xil bo'ladi. Lekin bu bizning soatlarimiz bir xil vaqtni ko'rsatadi degani. Ammo quyoshga bizning soatlarimiz umuman qiziq emas. Shu sababli quyosh vaqti bo'yicha Toshkent va Nukus o'rtasida 37 daqiqalik farq bor. Moskva bilan 2 soatlik farq, Nukus bilan 37 daqiqalik. Yana aytaman, soatlarimiz bir xil vaqtni ko'rsatadi, chunki biz bunga kelishib olganmiz. Ammo Toshkentda quyosh ertalab 5:36 da chiqadi, Nukusda esa 6:13 da. Shunday ekan, agar biz quyosh soatlarini tekshirsak, Toshkent va Nukus o'rtasida 37 daqiqalik farq bor. Oddiy soatlarimizga qaraganimizda esa hech qancha farq yo'q. Oradagi masofani yanada kichraytirish mumkin. Masalan, Samarqand va Toshkent orasida 10 daqiqalik farq, Farg'ona va Toshkent 9 daqiqalik farq, yoki men va mendan 1 kilometr masofadagi odam uchun 3 soniyalik farq. Dunyo bo'ylab 80 kun filmini ko'rgan bo'lsangiz, o'shanda bosh qahramonlar har bir soat mintaqasida o'z soatlarini to'g'rilab yurishgan. Aks holda ularning soatlari o'zlari borgan davlatning soatlariga mos kelmasdi. Ammo har bitta davlatda ular soatlarini to'g'rilash uchun biroz oldinga surib borishgan va oxirida ularning soati London vaqtidan 24 soatga oldinlab ketgani ma'lum bo'lgan. Mana shunday qilib quyosh soati va bizning soatlar 2 xil vaqtni ko'rsatishi mumkin. Va nafaqat soatlar. Sizga bir savol beraman. Kun o'zi nima? Bir kun o'zi qancha vaqt? Hammangiz bilasiz. Bir kun bu yerning o'z o'qi atrofida bir marta aylanishiga ketgan vaqt.
Ammo nimaga nisbatan? Juda uzoqdagi yulduzni tasavvur qiling. Yaxshisi cheksiz uzoqlikdagi yulduzni. Agar Yerning aylanishini o'sha yulduzga nisbatan olsak, sizning fikringiz to'g'ri. Yerning bir marta aylanishi bir kunga teng. Ammo bu harakatni Quyoshga nisbatan olsak, hammasi biroz murakkab. Gap shundaki, Yer o'z o'qi atrofida aylanishdan tashqari, Quyosh atrofida ham aylanadi. Agar Yer o'z o'qi atrofida bir marta aylansa, bu to'liq bir kun bo'la olmaydi. Chunki aylanishdan oldin mana bu nuqtada tush vaqti edi. Ya'ni shu nuqta Quyoshga to'g'ri qarab turgandi. Aylanganidan keyin esa bu nuqta Quyoshga to'g'ri qarab turgani yo'q. Bunday bo'lishi kerak emas, to'g'rimi? Chunki bir kun bu 12:00 dan 12:00 gacha bo'lgan vaqt. 12:00 dan 11:30 gacha emas. Shunday ekan Yerni yana birozgina aylanishini kutish kerak. Mana endi to'liq bir kun bo'ldi. Yoki boshqacha aytganda, Quyosh kuni. Ingliz tilida solar day. Ammo bitta muammo bor. Quyosh kuni har doim ham bir xil emas. Chunki Yer orbitasi aslida birinchi sinfda chizganimizdek ideal aylana shaklida emas. Yer orbitasi ellips shaklida. Ba'zida u Quyoshdan uzoqroq bo'ladi, ba'zida yaqinroq va aynan yaqinroq kelgan paytda Yerning biror nuqtasi yana Quyoshga qarashi uchun Yer sal ko'proq aylanishi kerak. Ya'ni 12 dan 12 gacha yetib olish uchun. Tush vaqtidan tush vaqtigacha. Yer Quyoshdan uzoqroq bo'lganida esa u unchalik ko'p burilishi shart emas. Farq sezilyaptimi ishqilib? Bunisi ko'proq, bunisi kamroq burilgan. Aytgandek, men bolaligimda Yer Quyoshga yaqinroq kelganida yoz bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin aslida bu qish, bu esa yoz ekan. Bu haqida boshqa videolarda yana gaplashamiz. Hozir esa muhimi shuki, bir sutka doim ham 24 soat emas ekan. Yozda u 24 soatdan sal kamroq, qishda esa 24 soatdan sal ko'proq. Farq unchalik katta emas. Masalan, sentyabrda bir sutka 24 soat, dekabrda esa 24 soat u 1 minut. Yana bir muhim narsa shuki, Quyosh nuri doim ham to'g'ri ekvatorga borib tushmaydi, chunki Yer birozgina qiyshaygan holda aylanadi. Shu sababli Quyosh nuri to'g'ri tushadigan nuqta ba'zida shimoliy yarim sharga, ba'zida yarim sharga ko'chadi. Agar turli fasllarda Quyoshning harakatini kuzatsangiz, u har doim ham bir xil yo'ldan yurmayotganini sezasiz, chunki Yer biroz qiyshaygan holda aylanadi. Shunday ekan, haqiqiy vaqtni bilish uchun o'zimizning soat ko'rsatgan vaqtni olib, uni Yer va Quyosh harakati bilan bog'liq bir talay matematik amallardan o'tkazishimiz kerak. Shundagina natija Quyosh soatlari bilan bir xil vaqtni ko'rsatadi. Bu holatda boyagi matematik hisob-kitoblar yilning har bir kunida har xil bo'lishi kerak. Chunki Quyosh soati boya aytganimizdek faslga qarab o'zgaradi. Lekin sezganingizdek, bu juda murakkab. Shu sababli insoniyat bo'ldi, jonimga tegdi, kerakmas menga o'sha Quyosh soati deb aytishgan. Hozir Quyosh soatlari ko'rsatayotgan vaqt emas, aynan bizning soatlarimiz ko'proq ahamiyatga ega. Maktabga borayotganingizda Quyosh soatiga qaramaysizku, to'g'rimi? Chunki Quyosh qishda boshqa vaqtda chiqadi, yozda boshqa vaqtda chiqadi. Yozda maktab yo'q, lekin imtihonlar bor. Xullas, biz allaqachon o'zimiz yasagan soatlarga qarab ish qiladigan darajaga yetganmiz. Quyosh soatiga qarab emas, yil bilan ham xuddi shunday. Biz bir yilni 365 kun deymiz va shu bilan birgalikda bir yil bu Yerning Quyosh atrofida bir marta aylanishiga ketgan vaqti deymiz. Aslida bu 365 kun emas, aslida bu 365 kun va yana chorak kun. Bu katta farq emas. Ammo 4 yilda bu farq 4 ta chorak kun bo'ladi, ya'ni bitta butun kun. Bu muammoni hal qilish uchun 29-fevral sanasi kiritilgan. Kabissa kuni. U 4 yilda bir marta keladi va bizning kalendarimizni Quyosh kalendari bilan tenglashtirib ketadi. Boshqacha aytganda, jadvalga yetib olishimizga yordam beradi. Ajoyib fikr, shundaymi? Bu Yuliy Sezar tuzgan kalendar bo'yicha. O'sha Rim imperatori kalendar tuzish bilan ham shug'ullangan va natijasi juda yaxshi, ammo yana 100% to'g'ri emas. Sezar qayerda adashgan? Boya men 1 yil 365 kun va yana chorak kun degandim, ammo aslida yana ozgina farq bor. Judayam ozgina. Sezarni ayblamaymiz. Har holda u o'z kalendarini miloddan avvalgi 45-yilda tuzgan, ammo 1582-yilga kelib Sezarning kalendari Quyosh kalendaridan 10 kun oldinga o'tib ketgan. Bu unchalik katta farq emas. Sezarning kalendari har 1600 yilda 9 kunga oldinlab ketgan xolos. Ammo qachondir bu 90 kun bo'ladi va qarabsizki, yil fasllari almashib qolganini ham sezmay qolasiz. Shu sababli 1582-yilda
Grigoriy kalendari tuzildi. Agar Sezarning kalendari har 1600 yilda 9 kunga oldinlab ketayotgan bo'lsa, demak har 400 yilda 3 kun oldinlayapti. Shu sababli Grigoriy kalendariga ko'ra har 400 yilda 3 ta kabisa kuni olib tashlangan. Jadval bilan to'liq bir xil bo'lish uchun 1918-yilda O'zbekiston SSSR tarkibida edi va o'sha yili SSSR Grigoriy kalendarini qabul qilgan. Ammo ular bungacha Yuliy Sezarning kalendarini salkam 2000 yil ishlatishgani uchun Grigoriy kalendari bilan 13 kunlik farq yuzaga kelgandi va shu farqni yo'qotish uchun 1918-yilning fevralidan 13 kun olib tashlangan. Aslida tepada aytganimdek har 400 yilda 3 kun olib tashlansa, 2000 yilda 12 kun olib tashlanishi kerak edi. Ammo 1900-yil ham kabisa kuniga to'g'ri kelgani uchun 13 kunni olib tashlashga to'g'ri keldi. Shu sababli O'zbekiston kalendari ham o'zgartirilgan va 1918-yilning fevrali 15 kundan iborat bo'lgan. Mana sizga eng qisqa oy. Amerika Qo'shma Shtatlari esa Grigoriy kalendarini bizdan ancha avval qabul qilishgan. 1752-yilda. Ammo mana shu sababli Jorj Vashingtonning tug'ilgan sanasi ikki xil bo'lib qolgan. Biz hozirgacha aynan Grigoriy kalendarini ishlatyapmiz. Hozircha jiddiy muammolar yo'q. Ammo ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, yana 3000 yildan keyin bu kalendar ham Quyosh kalendaridan bir kun farq qiladigan bo'lib qoladi. Ammo men sizga aytaman, bu yog'ini hisoblash qiyin. Chunki 3000 yil ichida ko'p narsa bo'lishi mumkin. Yomon narsani aytayotganim yo'q. Shunchaki Yer sayyorasining harakati boshqa ulkan kosmik jismlarning harakatiga bog'liq. Birorta sayyora o'z orbitasini salgina o'zgartirsa, bu Yerning harakatini ham o'zgartiradi. Qaysi tomonga o'zgartiradi? Qanchalik o'zgartiradi? Buni aytish qiyin. Yer o'z huquqi atrofida aylanganida ekvatorga yaqin joyda qimirlamay turgan odam ham aslida salkam soatiga 1700 km tezlik bilan harakatlanayotgan bo'ladi. Chunki Yer aylanyapti. Quyoshga nisbatan qaraganda esa Yerdagi hamma odamlar soatiga 108 ming km tezlik bilan aylanishyapti. Endi ekvatorga yaqin yoki uzoqligingizning farqi yo'q. Siz soatiga 108 ming km tezlik bilan ketyapsiz. Ammo bizga ma'lumki, Quyoshning o'zi ham bir joyda turmaydi. Bizning Quyosh sistemamiz Somon yo'li galaktikasi bo'ylab soatiga 700 ming km tezlik bilan harakatlanadi. Mana endi mana shu harakatni kuzatamiz va to'xtatamiz shu joyida. O'zbekistonda o'rtacha umr davomiyligi 75 yil ekan. Mana shu bosib o'tilgan yo'l bizning koinot bo'ylab 75 yilda o'tadigan masofamiz, bizning hayot yo'limiz. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Uchrashguncha, xayr.